Men Garry sehrgar Note 14 Pro Max Ultra Noteman. Men bu qishloqqa sehr tarqatgani keldim. Albatta yomon sehr emas, yaxshi sehr. Marhamat, sehrdan bahramand bo'llaring. Yashikni ochib qarasanglar bilasanlar qanaqa sehr borligini. Atrofda hech kim yo'q ekanu. Ha mayli, ertalab turib ko'rishadi va sehrdan bahramand bo'lishadi. Chavochi sog' bo'lasizlar. Xotin bo'ldi, ketamiz, ko'p o'tirib qo'ydik. Men juda ham zerikib ketyapman. Bor, undan ko'ra uyga borib o'tirganimiz yaxshi, choy poy ichib deganda. Yur ketdik, uyga boraylik tezroq. Stop. Xotin qarasan, kelibsanmi? Bu qanaqa yashik jetellar? Bilmadim, kimdir tashab ketibdi. Kim tashab ketadi? Bilmayman deyapman, kecha tunda shunaqa paydo bo'lib qolibdi. Kim aytdi tunda paydo bo'lib qoldi deb? Ana jetel ko'rgan ekan. Qaysi? Ana chap tomonimdagi. Mana uni aytyapsanmi? Ha, o'sha. Xotin sen uyga boraver, men o'zim hozir bunga aniqlik kiritayin, boraman. Ketdi. Qaysi mana o'sha yetilda aytyapsanmi? Ha, o'sha ko'rgan ekan. Bo'pti. Bu qayerdan kelib qoldi? Aytgancha ichini ochib ko'rmadinglarmi? Yo'q, ocha olmayapmiz. Ocholmayapsan. Bo'pti, mayli, ocholmasang. Unda tegmay ocholmasang. Jetel qalaysan? Yaxshi, o'zing qaraysan, jo'qa. Zo'r. Mana bu yashik qayerdan kelib qolganini bilasanmi? Ha, bilaman. Kecha tunda qanaqadir sehrgarmi, afsungarmi yo folbimi? Folbimi, sehrgar yo afsungar. Men sehrgar Not Ultra Plus bir bolalar deb tashladim. Menimcha telefon nomini aytdi shekilli. Keyin shu yashik ustiga kelib qo'ndi. Qo'ndi deysanmi? Nima u pashsha edimi kelib qo'nadigan? Yo'q, kelib qo'ndi deyapman-ku. Shu pashsha edimi kelib qo'nadigan? Yo'q, tushunmading. Ha mayli. Qarochi qo'ndida keyin aytdi. Men bu qishloqqa yaxshilik sehrini tarqatmoqchiman dedi. Keyin esa qandaydir badbo'y hid tarqaldi atrofda. Sehrgar tarqatdimi? Yo'q, yonimdan keyin jetel tarqatgan ekan. Voy yaramas. Sen edingmi? Yo'q, bu hozir yonimda turibdi. Kecha boshqasi yonimda turgandi. Keyin nima bo'ldi? Keyin burnimni yopib oldim. Hech qanaqa hid bilinmasin deb. Hozir ham burningni yopib olganmisan deymana? Nimaga unaqa deyapsan? Hech qanaqa hid bilinmayaptimi? Yo'q, bilinmayapti. Demak yopib olibsan. Ochaymi? Ochchi. Burnimnimi? Asabga tegma, bo'pti, mayli. Aytgancha, keyin qayoqqa ketdi o'sha odam? Bilmadim, qayoqqadir uchib ketdi qaytib. Demak, qo'ygan joydan qaytib uchib ketgan, to'g'rimi? To'g'ri, sen ham ko'ribsan-a, demak. Yo'q, seni gaplaringdan xulosa qilib aytayapman buni. Ha, shunaqami bilmayman, qarochi. Bo'pti, unda men ketdim. Buni ichini ochib ko'rish kerak. Ichida menimcha qanaqadir sehr bor. Sehrgar tashab ketgandan keyin sehr bo'ladi, kanishni, jinni. Ha, shu sehrni qanday ochamiz hozir bilmayapman men, tushunmayapman. Shuni men ham o'ylab turibman hozir. Janob merda aytib kelaymikan, janob merda kuchi yetmasa kerak buni ochishga. Qanday ochilar ekan? Tak ochilmayapti. Seni men qara, seni kuching ko'p, nima ochmayapsan buni? Meni kuchim yetmayapti-da shunga. Qanday kuching yetmayapti? Balki bu qanaqadir kalit so'zlar bilan ochilar. Kalit so'zni bilmadim, kalitim bor, berib turaymi? Berchi? Hozir mana kissam dedi. Tushib qopti. Oppo, uyimda kaliti tushib qopti. Uyingda kaliti bo'lsa, bunga qayerdan tushadi? Tentak. Bunga qandaydir kalit so'z bor. To'xtanglar, hozir men ochaman buni. Sim ochil. Ochilmadi. Sim emas-ku bu aytgancha. Yashik ochil. Ochildi. Ichida qandaydir narsa bor ekan. Ko'rdingmi? Kalit so'z bilish kerak, tushunyapsanmi? Ha, endi nima bo'ladi? Endi mana bu narsa nimaligini tushunish kerak. Tashab yuboribman. Qanaqadir qo'ng'iroqmi nima bu? Disk. Pastga qo'yib yuboribman-ku mana. To'xtanglar-da. Buni olib bo'lmayapti endi. Men roz borib uyimdan kirkamni olib kelay ham, qandaydir yerga qo'yib yubordim. Qandaydir qo'ng'iroqcha ekan. Mayli, qanday qo'ng'iroqcha bo'lsa ham hozir aniqlashtiramiz. Menimcha u qo'ng'iroqcha temirdan yasalgan. O'shaning uchun ham kirka bo'lmasa sinmayapti. Hozir borib sindiramanda, boshqa joyga olib qo'yaman, bilmayman. Xullas, u yoqdan olib boshqa joyga qo'yish kerak. Nimagadir bu yerda adashmasam, oldin svet bor edi, nimaga bunaqa panjara bo'lib qolgan? Hayronman. Menimcha panjaraga o'zgartirib yuborganman shekilli. Mana bu svetlar o'chiq turibdimi? Nima balo? Yorug'lik bermayapti. Mayli, yorug'lik nimagadir kamayib qolibdi hamma yoqda. Bu yerda mana bu lampa bor bu yerda. Mayli. Xotinim qayerga ketdi ekan? Xotinim birga borsa zo'r bo'lardi, bilardik birdaniga. Xotin, yur ketdik, borib kelaylik o'sha yoqqa. To'xta, eshik yopib qo'yibman. O'zing ocha olasan-ku, to'g'rimi? Qansan? Chiqib ketyapsan. Mayli, yo'q, eshikni ochib berasan. Sen zo'r xotinsan. Malades. Yur endi ko'ramiz. Lekin menga qara, qo'ng'iroq chiqdi-da o'shaning ichidan. Qo'ng'iroqqa tegib o'tirma, chunki yaxshi narsa bo'lmaydi.
bo'lmasligi mumkin qo'ng'iroqni bosganda. Balki butun qishloq portlab ketishi mumkin. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nima bo'ldi? Nima chiqdi buning ichidan? Qo'ng'iroqmi? Yo, men bitta bosib ko'ray. Oy, bosma hali tentaymisan, bosma. Bekor bosdingda jinnimisan? Tuxum yog'yaptimi ustingdan? Ro'stinim tuxum yog'yapti, voy jinni. Bekor bosding, ko'rding? Bosma dedim men senga. Sehrga uchrading, ko'rdingmi? Bosmaslik kerak edi. Jinnimisan? Bosma, voy, sening ustingga tuxum tushib ketsa nima bo'ladi keyin? Tushunmadim. Sening ustingga gul yog'yaptimi? Rostdan ham gul yog'yapti. Yo, naqadar omadlisan xotin, malladingiz gap yo'q. Men ham chalib ko'ray, chiqaning men ustimga nima narsa yog'ar ekan. Ishqilib men ustimga ham tuxum yog'masindan o'zi ham. Qani, izmrit yog'di men ustimga. Izmrit debni olmos yog'di. Xotin sen uyga borib tur, men yaqinda boyib boraman, tushundingmi? Meni qo'limda kirkam qani, kirkamni o'lay, hozir men uni olib ketaman bu yerdan. Tak, bu narsa bizga kerak bo'ladi. Jetellar, senlarga bu narsa kerak bo'lmasin. Tushundinglarmi? Tushunib ollaring. Qarorchi, bu men tozalab olaman. Janob merga aytib o'tirish yo'q. Agar birorta aytsang bormi? Sehrli mana qo'ng'iroq chalishni chalama hamma yo'q bo'lib qolsa. Tushunamsanlarmi? Ketdim qarorchi. Nima qilsam bo'ladi endi bu sehrli nima edi? Qarorchi, qo'ng'iroqcha bilan bitta zo'r biznes bor. Qo'ng'iroq chaldirish xizmati. Har bitta qo'ng'iroq chalingani uchun jetellardan pul olaman. Shunda biznesmen bo'lib ketaman. Yo'q, rostdan ham dahshat biznes bor. Birinchi o'rinda joy qilib olish kerak o'sha qo'ng'iroqchi uchun mana. Mana shu yerda turadi. Kimdir kelib bosadidan o'sha nimadir tushadi uni boshiga. Keyin o'sha narsa uchun pul to'laydi menga, keyin ketib yuboradi. Dahshat biznes g'oya bor. Bo'pti, hozir rejani tuzish kerak birinchi o'rinda, biznes rejani. Biznes reja bo'ldi, tayyor. Kimdir kelib hozir chalsa bo'lgani, kutaman endi klient kelishini. Menimcha hali jetellar bilmadi-yu, bunaqangi sehrli qo'ng'iroq bu yoqqa olib kelib qo'yganimni. Agar bilishganda kelib turib ding bosishardi, sovg'alarni olib ketishardi, lekin kimga qanaqa sovg'a tushishini hali o'zim ham bilmayman, chunki o'zimga olmos tushdi-ku, lekin xotinimga gul tushdi, ana jetelga tuxum tushdi. Ba'zilarga endi balki tosh tushib qolar, ba'zilarga любой narsa qum tushib qolishi ham mumkin-ku. Endi u taqdiri peshona degandek. Mayli nima bo'lsa bo'lsin, endi hamma omadini qarorchi sinab ko'rish kerak, lekin ko'chada hech kim yo'q cho'tam. Voy jetel, bu yoqqa kel. Nima deysan? Mana uni ko'ryapsan, bu sehrli qo'ng'iroq. Jinnimisan? Sehrli qo'ng'iroq ham bo'lar ekanmi? Buni chalsang ustingga omadli narsa tushadi. Shu gapingga bir narsa yebsan, tushundingmi? Hech qanaqa omadli qo'ng'iroq yo'q. Men ketdim qarorchi, bunaqa narsaga ishonmayman. To'xta. Men qara, bosib ko'r, ishonmasang. Mayli, bosmayman. Tushunmadim. Kelib bosib ko'r, qani biror narsa tushib qolar. Tekinmi bosish? Albatta tekin emas, bir stak izmrit bersang bosasan. Mana bir stak. Agar tushmasa pulni qaytarib berasan. Bo'pti. Vaqtingni jalb qilmasang bo'ldi, bos chiqani. Hozir mana. Nima bo'lish kerak edi? Gamerskiy kompyutermi? Kongress o'zi orzuyimdan kompyuter, gamerskiy kompyuter. Yo, rostdan ham gamerskiy kompyuter orzu qilardim, bor. Rahmat, Jo'xa bor, yaxshi ham bor ekansan. Sen bo'lmaganiga gamerskiy kompyutersiz qolib ketar ekanman. Rahmat Antoshi. Mayli, qolgan jetellarga ham ayt. Mayli, men o'yin bu tomon dedi. Nimaga u tomon ketib hayronman. Mayli, ko'proq kishi bilsa mana bu narsa borligini. Zo'r bo'ldi. Jetelmi? Hoy jetel, bu yoqqa kel. Sehrli qo'ng'iroq chalinyaptimi? Chalinyapti. Qancha u? Bir stak izmrit bersang chalasan. Mayli, hozir mana. Olasang yana bir stak izmrit berib yuboraman. Beraman desang farqi yo'q. Mana, agar normal narsa tushib bersa, davay faqat. Bo'pti, boschi. Xo'sh, qani. Ye, nonmi? Yo, o'zi kongress xotinim ko'chaga nonga chiqazib yuborgandi. Non borib beraman. Endi xotinimdan gap eshitmayman. Ko'chada do'konda o'zi non tugab qolgan ekan. Yaxshi bo'ldi. Rahmat Jo'xa, boriga shukr. Xotinimdan tayoq yeyishdan qutqarib qolding. Endi ketdim borib xotinimga buni berib kelayda. Mayli, ko'chada kimnidir ko'rsang aytib bor. Mayli, aytaman. Yaxshi, yana klient kelsa, kim bo'ldi ekan? Qani sehrli qo'ng'iroq deganing? Mana sehrli qo'ng'iroq. Bu tekinmi? Yo'q, bir stak izmrit berasiz, chalaverasiz. Mana bir stak izmritni olginda, agar omadim kelmasa, pulim qaytadimi? Yo'q, omadingiz kelmasa o'zi javob berasiz. Agar omadim kelmasa ko'rasan. Xo'sh, bo'ldi, uncha chalmang, bitta chalsangiz yetadi. Hech narsa tushmadi-ku. Demak, omadingiz yo'q ekan. Sen yolg'onchi ekansan. Qanaqasiga meni omadim yo'q ekan? Agar omadim bo'lganda, omadim yo'q emas, omadim bor. Sen yolg'onchisan, tushunyapsanmi? Sen bu qilmishlaring uchun janob merga aytaman. Bittada omadingiz kelmaganda, yana bitta chalib ko'ring-chi. Mayli, to'xta. Mana bir stak izmritni olginda, hozir yana chalib ko'raman. Chaling bemalol 2 marta urinsangiz ham bo'ladi. Qani, hech narsa tushmadi-yu. Toshmi? Sen izdivasida qilyapsan men ustimdan. Hozir men seni borib janob merga aytib beraman. Tushundingmi? Janob mer senga ko'rsatib qo'yadi sehrli qo'ng'iroqni. Yo, to'xtang. Obbo.
endi uni omadiga tosh kelib qolgan bo'lsa ayb menda emas-ku, to'g'rimi? Hayronman. Janob mermi? Jo'g'a, qani, nima ish qilyapsan? Qanaqadir qimor nimadir qilayotgan ekansan. Yo'q, qimor emas, shunchaki qo'ng'iroqchani chalasiz va omadingiz kelsa nimadir boshingizga tushadi. Mayli, hozir. Tekinmi bu? Yo'q, albatta tekin emas. Aytdi-yu, ana jetel aytdi birsidagi Zimrod ekan deb. Shunaqa challenge qani? Hozir mana chala olmayapman, chalib bo'lmayapti-ku. Challenge? Qani, nima tushish kerak? Ishlar tushmi? Chang tushdimi boshimga? Mashina-yu, janob mer. Mashina tushdimi? Tusholmay qolibdi, mana bu yoqqa osilib qolibdi mashina. Omadsiz ekan mana. Yo'q, mashinani siz yutib oldingiz. Rostdanmi? Ha, rostdan, faqat tushirib olish problema bo'lyapti-da bu yerda. Bo'lmasa, unda mashinani tushirib, men uyimga olib borib ber. Mayli, unda harakat qilaman olib borishga. Harakat qilma, olib borib ber, davay. Mayli, hozir olib boraman. Obbo, mashinani ustiga olib ketdik. Mayli. Birinchi mana bu narsalarni olib qo'yay bu yerdan. To'xtanglar, yashikchiga mana narsani solib qo'yaman kakras. Buni olaman-da, janob merni mashinasi qanday tushirsam ekan, uyimga osilib qoldi-yu, dabdala bo'ldi. Mayli. Nimadir bo'lib qolsa kerak. Xotin uyda o'tiribdimikan? Uyda o'tirgan bo'lsa kerak. Ko'rinmayapti bu yerdan. Qanday ko'rsam bo'ladi? Uydamisan? Uyda ekan bo'ldi. Uyda o'tirib tur, ko'chaga chiqib ketma. Yaxshi. Endi janob merni mashinasini qanday tushirib olsam ekan, bizga tapor kerak. Tak, mana bu yashikchani pakashto shu yerga qo'yib qo'yaman. Mana bu qo'ng'iroqchani ustiga qo'yib, ichiga mana bu izumrudlar qo'yib qo'yish. Shuncha boylik qaranglar akalar, boyib ketdi. Akalaring o'zi boyidi. Xo'p, nima bu yerda chiqa olmayapman, mana bir amallab chiqib oldim. Endi ana mashinani bir amallab tushirib olsam, vashshi zo'r ish qilgan bo'lardim, lekin birinchi o'rinda mana bu bloklarni titish kerakmi? Hayronman, mana shuni titsam balki tushib ketar. Bloklar titilmaydiganga o'xshab ham ketyapti, lekin boru yaxshi. Bu tomondagi ikkitasini ham titib olsam, может, normal tushib ketsa kerak. Bunisiga ham qo'lim yetar ekan. Tushib ketdi. Da. Faqat ehtiyot. Rol qaysi tomonda bor? Rol chap tomonda bo'ladi rol. Mana bu tomonda ekan rol. O'tirib oldim. Davay. Obbo, nima bo'lyapti? Qisilib qoldi qayergadir. Qayoqqa qisildi ekan? Derazaga qisildimi ekan? Yo'q, derazaga qisilgan yo'q. Uyimni buzib tashlayman shunda hozir. Obbo, mayli, nechiva uyni buzmasam ham iloj yo'q. Agar uyni buzmasam hozir bu mashina qanday chiqazib olaman? Tagi qisildimi ekan? Eshikka qisilib qoldimi ekan? Yo'q, eshikka qisilgan yo'q. Mana shu tomonda xullas bloklarni full olib chiqish kerakmi? Hayronman, eshikni ham olib tashlayman bu yerda. Xotin vahima qilmay tur, qo'rqmay tur. Tushundingmi? Hozir men bu yerda короче, mashina tushib qolganda janob merga omadi kelib, shu yerda qisilib qoldi. Hozir chiqazib yuboraman amallab. Tak. Buni olishmamiz kerak yo'q. Qayer qisildi ekan? Tepa tomon. Toshga qisilib qolibdi-yu mana bu yer. Shu yerda ochsam ham ketsa kerak. Rostdan ko'rdinglarmi? Ketadi dedim-ku. Obbo, endi uyim rasvo bo'lmasa bo'ldi. Buni roli qayerda edi? Hozir rolini topib olay. Okey. Rolga o'tirdimmi hozirman? Rolga o'tirdim shekilli. Obbo, benzin yo'qmi? Nimaga yurmayapti bu? Rostdan ham benzin yo'q shu. Voy, nima deyapman? Benzin yo'q o'xshayapti. Hozir benzinni quyaman-da, haydab pastga tushirib olsam, uyda remont qilish kerak ekan. Obbo, benzin bo'ldi, benzin quyildi. Tak, endi bir amallab o'tirib olib, davay. Nima yurmayapti bu? Demak, yana qayergadir qisilib turibdi buni hozir. Obbo, mayli, hozir qaysi tomon qisilib, tepa qisilib turibdi menimcha shekilli. Mana shu toshni olib tashlasak, rostdan ham tepa qisilganga o'xshayapti. Qani, davay. Aytdim, tepa qisilgan deb bilaman. Hamma yoqda buzib tashladim. Bo'ldi. Muhimi tushirib oldim. Endi mana bu yoqlarni remont qilish kerak. Obbo, mayli. Nimadir qilib yuboraman. Mana yerda toshlar o'zi tushib qolibdi, yaxshi. Yopamiz bu yoqda. Lekin o'zimning uyim rasvo bo'ldi. Janob mer bir mashina yutib olmasin ekan. Janob merning mashinasini deb uyimda rasvosini chiqazib yubordim. Mayli, nima bo'lsin endi. Endi qilgan ishga yarasha oxiriga chiqib berish kerak, sovg'alarni egalariga olib borib berish kerak. Obbo, qo'limga har qo'nsin bor. Hozir to'g'rilab yuboraman. Shu yerni to'g'rilab yuborsam o'zi to'g'irlamagan joy qolmaydi. Mana obbo, bitta daraxt. Bitta daraxtni nima qilib bor? Bitta daraxt. O'zi mana shu daraxt past tomon daraxt ekanda bu. Bu yoqqa tosh qo'yish kerak ekan. 5 ta toshni qo'yib yuboraman. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Bitta daraxtni berga. Voy, qo'lim har qo'nib ketdi, ko'r. Ana endi qo'yamiz. Tamom. Hozir bu yoqni to'liq remont qilaman, tayyor bo'lar keyin.